Yana çatak derdim. Tez kaçay. Şu oldu. Yamanda kıvaran çürün bu. Çatak optu. Bay, sizlarning mehmon kutish usullari o'zgacha ha? Voy, Qazi begim, bu kavani bana yetib keldilimi? Albatta, chiroyli qoliya og'chiq sovuq qilaman-da. Rahmat begim. Biz cho'qim so'g'imizni qaytiramiz. Qaytirmasanlarmi bo'ladi? Faqat Amina amoyatlik bo'lsa bo'ldi. Bu ish nihoyatda tez begim. O ishni bitiralasan, sana in'om beraman. Amina. Bayxo'jam. Amina. Tillalarni qaytiradigan vaqt bo'ldi. Hammasi 30 tilla. Bayxo'jam, buncha bola ko'p tillalarni men qaytirib olamayman. Bölüp qaytirsam bo'lamdi. Bölüp? Bo'lmaydi. Hozirda hammasini qaytirasiz. Bo'lmasa, men uyingiz bilan dukuningizni elib olaman. Uyimizni elivasla. Biz ko'chada turamizmi? Bayxo'jam, o'tinib qalay. Uyimizni elib olmasizlar. Onun bilan karim yo'q. Men qarshi qilib keldim. Ammo bir amalim bor. Nima amal? Siz Qazi begimga yaqin bo'lsangizlar, tillarni. Men hargizmi Qazi begimga yaqin bo'lmayman. Unda 3 kun vaqt berman. 30 tillarni tayyor qiling. Buni cho'qim Qazi begim uygatgan. Amina acha, aldirmay tur. Biz amal topamiz. Sadriddin aka, endi qanday qilamiz? Munda qilayli. Biz uning qarzini qaytirib olsak, u uyini tortib ololmaydi. Unda qilsak bo'lmaydi. Men ilm sizlarga nurg'un avorchilik tepib berdim. Nasriddin aka, endi qanday qilamiz? Tapdim. Bek chiroyliqkan. Shundaq. Rahmat sizga Banxo'jayin. Biz tezla qaytirib beramiz. Oldirmanglar, ammo diqqat qilinglar. Bo'ladi, diqqat qilamiz. Sizning savdo qilishingizga daxl qilmaymiz. Keldi. Tez beringlar, daxl qilmanglar, ha? Bo'ladi. Rahmat sizga. Yuring. Yaxshi. Qarslar. Aliyacha. Ner tursizlar? Gap bo'lsa yaqin kelmay, oshada turib davasizlar. Nima ish tezdingizlar? Qarslar, buni nima degan o'xshiga? Tayyorlanib bo'ldingizmi? Boshlaylik. Bunani qarslar, nima degan chiroyli pishqan, shundaqmi? Qazi begim sovg'a qilgan narsalar haqiqatan chiroyliqkan. Nasıl chiroyliqkan? Shunda Qazi begim bak sexiy. Apam chaqam yaxshi ko'rasan. To'xta. Aliya yanga, tinchlikmi? Bu narsani nerdan topding? O'g'irlamagan-sizlar? Buni Qazi begim sovg'a qilgan. Buni Qazi begim Amina achamni amriga elish uchun alayda sovg'a qilgan. Bu ishda Bayxo'jamning yordamimi bor tehi? Boy. Bo'la emas. Bundan keyin sizlarga Qazi begimning qushnochimi Amina achamga salom qiladilar. Bu mumkin emas. İşning bundoq bo'lib ketishiga qarab turmayman. Anlab turinglar, bu hargiz mumkin bo'lmaydigan ish. Non sotaman, non, o'xshagan non. Aliya sizlar. Chonkawa. Bu ne? Qachongi jiyamiz endi? Bayxo'jam, sizlar Qazi begimga elchi o'palimi, ha? Bu hargiz mumkin bo'lmaydigan ish. Men bu bozordagi eng go'zal, eng latofatli ayol. Amina nimaga yesa, u ish nima emas.
Qoziga yotliq bo'lsa, hargiz bo'lmaydi. Shu. Biz pul qaytarmasakmi bulamda? Ha, shundaq. Men sizlarni makonsiz qo'yamanmi? Yaxshi bo'ldi. Rahmat, Bayg'o'jam. Bayg'o'jam, nimaga bunchalik mehr shafqatli bo'lib ketdilar? Men azaldan mushundaq mehr shafqatlik. Meni qozi mushundaq qilishga majburlagan. Bu qozi mushundaq saxtipas foydalanishni ko'zlaydi. Amina, hargiz uningga yotliq bo'lmang. Men hargiz uningga yotliq bo'lmayman. Endi xotirjam bo'ldim. Men ketdim. U qozining o'tganini o'talarmi? Men berib qarab boqay. Shu. Shunchalik ishnimi bejiramadilar, ha? Do'konlarni ochqinlar bormi yo'q? Voy, qozi begim, o'zlarini besvaslar. Amina faqat sahraliq to'mpay tarbiyat ko'rmagan. Uni qanday yaratidilar? Sizga o'xshash esil kishiga faqat martalik oilaning qizili mos keladi. Kaslar buni yavilib, achchiqlarni besvaslar. Yalla Aliya aqlli. Keling, birdam yenimda o'ltiring. Hey! Ishkam, bu yerda odamning yuzini to'kmay qaytib ketish. Aliya bak mezlik puraysiz juma. Sizning teringiz qosh teshidek suzukan siliq. Aliya, lavlaringiz xuddi shaptuldek. Men o'ylamay turolmayman. Qozi begim, ikkimiz sharbat ishaylik. Ulgur qozi. Tudi. Nasirda? Qozi u. Bilman. O'zini tutib ol. Qozini adablab qo'ygan bormi? Ba. Biz bunda qilaylik. Bo'ldi, meni uzatmanglar. Men o'zim ketalayman, Kim o meni urgan? Meni urishga petin to'mataqa. Ajab ish bu. Mening yerimni yeb oldim. Men qaytiribman. G'alati maxluq. Xato qildim. Ben herkes kavuymayım.